Qizlar, bitta narsani aytmoqchiman. Har bir ayolni orzusi bo'ladi ota-onasiga o'zi xohlagan hadyasini olib berishni yoki masalan jigarlaringizga, opa-singlaringizga yaxshi hadya olib berishni xohlaysizmi? O'ylaymanki, hammamiz ichimizda bor. Ota-onangizni xursand qilish, yaqinlaringizga bir chiroyli hadyalarni qilish yokida o'zingiz xohlagan kursni yoki o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotni sotib olishni xohlaysiz. To'g'rimi? O'tiribsiz. Menda masalan kurs sotuvini qo'yganimizda aytishadiki, "Voy, pulimiz yo'q, tekin qiling, hisob tagida qoling." Aslida men ham hech narsada muhtojligim yo'q, lekin men ham o'sha hadyalarni berishni xohlayman. O'zim xohlagan o'qishlarga mablag' ketkazib, xohlagan bilimimni olishni xohlayman. Hech kimga yuk bo'lmasdan, ya'ni turmush o'rtog'imdan hadeb pul so'rashdan o'zi umuman charchaysizmi? Charchaysiz. Shuning uchun siz ham nimani kutyapsiz?